Yana bir ish kuni. Qani ketdik. Damas yo'qilgini to'ldirib olay, keyin ishlayman. Shularga maza 95 ichadi. Biz bo'lsak metan qutib sarg'ayib turibmiz. Ey hayrat, navbatim keldi. Damas bo'ldi, endi ishlash kerak. Qo'y aqalar, men avtobus emasman-ku, nafasim qaytyapti. Sigirlarmi, endi ketdikmi? Ha, ketdik. Yaxshi boringlar. Hadi ham zo'rroq, qarablar qanday uchyapman. Voy, faqat meni to'xtatmasin, hujjatlarim yo'q edi-ku. Do'st, endi qay boraman ta'mirga. Hayrat meni to'xtatmadi. Bugun eng shu mashinalar meni hamma menga yarayapti. Salom go'zal, qayerga shoshilyapsan? Xalqim to'q bo'lsa, men charchamayman. Hamma zamonaviy mashinalar garajda, men esa yana ko'chada. Ha, mayli, bo'riga shukr qilib yashaveraychi. Voy usta aka, ehtiyot bo'ling, u yerim juda nozik. Qiqirlaysiz-ku. Voy, rahmat usta aka, ishingizga omad. Ishingizga omad. Rahmat. Omad. Yuringlar endi. O'zim otib ketsam qasmaydi. Hayratli probka tug'adi. Iltimos nima qaytarib yuboringlar. Keyin o'zim ketaman. Rahmat sizlarga odamlar. Ey. Dunyo ko'zimga yana yorug' bo'lib ketdi. Mayli, hayot oson emas. Lekin men hali uzoq xizmat qilaman. YouTube'dagi Mans Travels AI kanaliga obuna bo'ling, bundanda qiziq videolar hali oldinda.